Assalomu alaykum birodarlar. Shu gulda 15 kun oldin chiqmaydimi? Qancha axtardim, izladim, qarang. Qizg'aldoq tonyapsizlarmi? Qizg'aldoq. Mana shu 10 tasini olasiz. 1 litr obdish qaynoq suvga damlaysiz va ichasiz. Qizamiq bo'lgan vaqtingiz, bargi bilan ovoring ishingiz bo'lmasin. Tezroq yuzaga chiqadi. Qizamiq kasallik tezroq bartaraf bo'ladi. Tuzalishingiz oson bo'ladi-da. 15 kun oldin rosa axtardim, topolmadim shuni. O'zimizga kerak bo'lib qoldi. Mana endi chiqib turibdi. Bismillah. Yeb yursa ham bo'ladi. Jigar zo'r tozalaydi, ishoninglar. Hamma kitobda ham bu haqida ma'lumot yozilmagan. Ba'zi manbalardan olingan. Ota-bobolarimiz, onalarimiz qizamiq bo'lgan insonlarga shuni qaynatib yoki damlab ichirishgan. Tezroq oyoqqa turib ketgan. Qizamiq kasallar, tushunyapsizlarmi? Jigarni, qonni zo'r tozalab beradi. Hamma joyda o'syapti toza. Qizg'aldoq mana. Ana shu narsadan foydalaning. Mana bu barglarning ham zarari yo'q, damlab ichib yursangiz. Miyaga qon aylanishini yaxshilab beradi. Xullas zo'r narsa. Boshqa giyohlar ham bor. Agar videorolikimiz yoqsa, like bosish va tarqatib yuborish esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.